aziz muxlislari. Bugun biz Hazaras tumanidamiz. Karvak qishlog'ida Ismoiljon G'afurovlarning Abdulla akamlarning uylarida mana uylarni ko'rishingiz mumkin. Uylarimiz loydan ishlangan, qisman 2 qavat. Deval qavatlarimiz 50-60 cm. Aynalarimiz plastik stiklopaketlar bilan izolyatsiya ishlangan. Eshiklarimiz taxta. Mana bu yerda yana ikkita kirish joyi bor. Biri ayollar kirib chiqish joyi, biri erkaklar kirib chiqish joyi. Yani to'y marosimlar bo'lgan vaqtida. Bu yerda katta omborxonasi. Mega 16 kotlovni qo'ydik. 160 kvadrat shakli. Jami isitish maydonimiz 129 metr kvadrat bo'ldi. Ko'chamiz shamol. Bugun 18-may. Bu planımız, uyni chizmasi. Kotlovimiz mana shu yerga joylashdi. Kotlovimiz Cooper Mega 16. Teplodar kompaniyasining Cooper seriyali kotlovi Mega 16 160 metr kvadratni isitadi. Mana shu garaja girish tarafi, yon tarafi tushdi. 24 litrlik vakuumli bak ishlatdik. 150 lik Stalin izolirованный dimoxod. O'zimiz ishladik buni. Dimoxodimizning balandligi 6 metr bo'ldi. Tak, 3ta tochkamizni yuqoridan olib o'tdik. Bitta mana vozdux chiqaradigan eng baland nuqtadan kontrolni kranik qo'yib o'tib ketdik bu yerda. Sirkulyatsionni nasosni бесперебойный ishlashligi uchun mana Slavik 800 amperlikdan qo'ydik, stabilizator qo'ydik. Ritar akkumulyatorni qo'ydik. Hozir ishlab turibdi. O'zi mahallani to'qam yaxshi ekan. Girishi 222-223, chiqishi mana 220 voltda aylantirib chiqarib turibdi. Bugun temperaturamiz 18 graduslarni ko'rsatib turibdi. Davleniyamiz 1,5 atmosfera. Juda o'rinlarni yig'dik hozir. Xudo xolasa kotlovimiz yaxshi tayyor. Kotlovimizni yoqib, uy egalaridan ruxsat olib, Ismoiljon, Abdulla aka, ruxsat berasizlarmi? Yoqaverakmi? Xudo xolasa soatimiz 15:35 bo'libdi. Kotlovimizni xudo xolasa yoqib, keyin uy ishlari bilan tanishib chiqamiz. Uyda o'tirgan montajlarimizni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak, yog'och ishlatayotganligimiz munosabati bilan hozir verkniy gareniyaga qo'ydik. Plastikamizni va alishtirishni boshlaymiz. Dimoxodimizni ochib qo'yamiz. Qo'llikcha. Yan tarafdagi ruchkani rejim rozjika qo'yamiz. Avnam ko'tarib qo'yapmiz. Rejim rozjika qo'ydik. Pastga havoni berdik. Kotlovni alishtirib berdik. Xudo xolasa sal turib kotlovning temperaturasini, sirkulyatsiya nasosini o'chirib qo'yamiz. Oldin kotlovning ichidagi suv miqdorini qizdirib olamiz. Bu yerda ikki shifr bilan patologning o'rtasida izolyatsiya tariqasida mana bunday narsa ishlatilgan ekan. Gofrofalga. Bu bilasizlar, propan qarishmasidan kelib chiqadi. Shuning uchun xavfli bo'lgani uchun qaytadan nafas dimoxodni ochib, to'laligicha mana 1 metr atrofida ikki tomondan ham cheshib olib tashladi. Qancha dimoxodimizni o'zi ichida stiklovatasi bo'lgani bilan ham baribir ham o'zidan issiqlik chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek. Endi shuni cheshib olib tashlaymiz har ehtimolga qarshi. Ochdik. Kotlovimizni yoqib qo'yibmiz. Video syomkamizni to'xtatib qo'ydik. Davleniyamiz 2 atmosferaga yaqinlashdi. Temperaturamiz mana boya 70 gradus qo'ydi. Nasosni qo'shdik. Hozir 40 gradusga tushdi. Hozir sirkulyatsiyani nasosni o'chirib, yana bir sistemadagi suvni qizdirib olamiz. Paralelni dimoxodni davrakidan xavfsiz shaklga olib kelamiz. Tashqi temperaturamiz hamda issiq ko'cha. Mana bu yana garaj.
Shu kimda-kim mashina izolyatsion materiallarni ishlatgan bo'lsa, biling, juda ham yong'indan xavfli narsa bo'ladi bu narsa. Bu narsa propan qarishmasidan bo'ladi. Propan gazi ishlatiladi buni. Bu ham yonadi, bu ichan tarafi ham yonadi. Shuning uchun dimoxoddan kamida 60 santimetrdan kam bo'lmagan joygacha cheshib olib tashlash kerak buni. Shunga e'tibor qilinglar. Yaqinda bitta akamiz mana shu bilan dimoxodni uchepleniya qilsak bo'ladi. Menga сообщение yozib beradilar, bo'lmaydi. Cheshib olib tashladi. Xohlasa bu yerga kiryapmiz. Asosiy girish joyimiz mana shu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Bu birinchi. Mana bu yerda yana birinchi tochkamiz. Mana tepadan kelyapti. Oho. Tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Vanshatamiz endi pechga. Buni olib tashlab tuqasiz. Mana tem shuning betonga yetgan bo'ladi. Ha. İkinci toçka. Tak, birinchi, bir ikkinchi tochka. Vallahi o'xshaydi. Kichkina yatgan o'xshaydi. Ha, tamam. Uchinchi? Bani bilan o'xshaydi. O. Sıkıntı. Tak, Dördüncü toçka. Bundaylar eng oxirgi tochkamiz yuqoridan o'tgani. Keyin уже однотрубный bo'lib ketadi. Men qizibdimi? Pishiradimi? Odimning kuchi jalloq. Bundan keyin polni tegi bilan zal joyimizga ketdi. Hadi salkının bu. Oo. Hay, pişiradi mi kolunu? Keyin polni tegi bilan Ma bu ikisi ha. Bu предпоследний bo'ldi shunda? Yo'q, ana bundan keyin joy bor. Ha. Yanında bir spalni joy bor. Bunday girib, Aha. spalni olib chiqamiz. Tushundim. Ben de Bu pasaydi. Bu perit pasaydi. Aha. Zor. Amma spontan ishladi. Yine. Asosiy trubamiz, trassamiz 32lik bo'ldi. Ulanish nuqtasi, ulanish trubalari 25lik. PPR 25dan. Polni tegi bilan ishlab o'tib ketdik hammasi. Так, подключение нам aytishadimdan chiqdi. Girish верхний подключение, обратка pastdan bo'ladi. Shunda 100% quvvatdan foydalanasizlar radiatorni. Va bu radiatorimiz bizada eng oxirgi tochkamiz bo'ldi. Bundan chiqqan nimamiz? Bunda hali ozgina farq bor ikisida. Endi qizatir bu. Bu yerdan chiqib kotelniyaga boradi. Mana shu qisqacha mana obzorimiz bo'ldi. Mana kotelimizning ichini yonishi, verniy горение qo'yganmiz hozir. Temperaturamiz 60 gradus. Nasosni hozir o'chirdik. 3-marta verniy горение qo'yib ishlatib turibmiz. Dimoxodimiz poka ochiq turibdi. Hozir hali dimoxodimiz bilan bo'lib uni безопасный qilamiz deb yon tarafini ham tushirmadik. Hali doğrudan-doğru dimoxodga yetkazib bu. Rejim работаю tushirdingmi? Работаю. Ha, shu. Hozir ham sal kutamiz shu bilan. Shundan bittasini tozalab qo'yasiz. Kotelimiz mega 16.
Aziz grupadaşlar, şu bilan İsmailjonlarning, Abdulla akamlarning uyida Hazorasp tumani Karvakda amalga oshirgan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun 18-mart, kecha 17-martda ishimizni boshladik. 130 metr kvadrat joyni Alfa klassik radiatorlari bilan 4 ta tochkamizni yuqoridan, qolgan tochkalarimizni pol tagidan однотипный sistema qilib olib ishlatdik. Mana bu regulyator chagimizdan настройка qilib oldik. Kotlovimiz 60 gradus, temperaturamizdan 60 gradusga qo'yibmiz. Sirkulyatsionni nasosimiz ishlab turibdi. Mana chiqishimiz 220, girishimiz 185 volt. Ikkinchisi bo'lsa qo'yib qo'ydik. Hozir ichida ozgina olovlari bor. Olov tugagandan keyin xohlasa o'chirib qo'yaradilar. Keyin kelib biza qish oyining yana bir marta yoqib, isitib, qistirib ketamiz, xudo xolasa. Hozir uy egalarining fikrlarini bilib beramiz. İsmailjon, anda Abdulla akam yine. Ha, kimdan eshitamiz fikrlarni shunda? Obyektiv sizga qaradi endi Abdulla aka. Ay, nechka ekan Kajol? Rahmat. İşlerim rahmet. İşte zor o'tiradiganlar. Qachon boshladik ishni? Akşam obedda boshladik. 17-sigina. 17-sigina. Bugun yana xudo xolasa soat 4 dan 20 minut o'tibdi. Keyin yoqib, qizdirib. Hammasini ajoyib etib berdilar, rahmat. Megadan pay kutdingiz lekin bundan. Buni oktyabrdan kutdik. 24 oktyabrda yoziladi. Turinki parchada geldi yine. 2 gün burun geldi, ekkelgen onu verdiler. Rahmet emmedi. Bunu nereden görmediniz özü mega kaç olduğunu? Ne için megan küttünüz? İnternette gördük. Köpçülük maktadı, çıkartıldı. Şunun için de gördük hem konuşa getirdi. Yaxşı işler tuttu. Rahmet emmedi için. Sizlar ham katta rahmat. Yine xudo xolasa qo'shnilarimizdan buyuk proyektlarni berdilar. Xudo xolasa sizlarnikidan hisob kitoblarni qilib beramiz. Katta rahmat sizga. Uylaringizda yaxshi gullar bo'lsin. İsmailjon ham rahmat, yana hisob kitob qilib yotdik hozir. Uylarda yaxshi gullar bo'lsin, to'ylarga kelamiz. Bizani tanlaganingiz uchun, Tipladar, NMKni tanlaganingiz uchun katta rahmat. Endi o'tirib iftorlashib ketaymi? Rahmat, xudo xolasa. Hammangizga taklif qilib qolamiz. Shu Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Novosibirskda joylashgan Tipladar kompaniyasini va NMK kompaniyasini kotlovlari bilan uylaringizni isitishni va albatta bizning Emali Group kompaniyasi bilan birgalikda. Keyingi videolarda görüşünce xayr.